Dodam rahmatli shu kunlarni ko'ra olmadilar-da. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqishini rosa kutishardi. Shu kunlar ham keldi. Xudo xolasa Amerikaga boramiz futbol ko'rgan jigar. Zo'r yangilik. Ikkinchi yangilik Aito O'zbekistonga rasman kiryapti. 8 yil batareykasiga garantiya, 4 yil mashinaga 150 ming kilometr garantiya berilyapti. Gap yo'qmi? Agar Li olgisi kelmayotgan bo'lsa, hamma tanishlarimni Li deyotgan bo'lsangiz, undan keyingi urovень aynan mana shu Aito M9 bo'ladi. Buni navorotda hozirgi kundagi mana shu katta mashinalarning ichida yor borgan. 100 minglaydi, o'shaning uchun ko'pchilik ola olmasdi. Mana narxi ham ancha tushib qoldi. Qimmatligi uchun garantiyasi bormi? Ertaga bir narsa bo'lib qolsa nima qilaman deb cho'chishardi. Endi qo'rqmay ovorsiz bo'ladi. Eng aqlli fara aynan mana shu M9 ga tegishli bo'lsa kerak. Tor joylarga kirsangiz, siz sig'adigan yo'lni, palasasini chizib beradi. Katta monitor yasab turib, xuddi shunaqa devorga. Futbollarni ham butun mahallangiz bilan proyektor qilib ko'rsangiz bo'ladi. 1400 kilometr yuriladi deyilgan bu. 1200 yursin mayli, lekin вообще dahshat komfort ko'p mashina. Monitorlarni qarang. Zinani ko'rasiz, polni yotqizib qo'yib, orqada yotib olib ketsangiz bo'ladi. Endi bu mashinani kelib, test drive qilib, haydab, yoqsa keyin pul to'lasangiz bo'ladi. Buni narxi $90 ming dan arzonroq ekan. Buni har xil pozitsiyasi bor. Akustikani ham yorib olgan. Mana shu podgaloniylarda ham dashi kolonka. Ko'rasizmi, oldi afshikani o'zida 3 talab kolonka. U shu 27 ta kolonka. Даже head-up displeyda laboyda zadniy kamerani ko'rsatyapti. Qarang. Faqat telefonda ham bunaqa olib-bila ko'rinyapti, lekin ko'zingiz bilan vashi tiniq. Sergeliga kevrishda o'zgarishim ostidan shundoq ipodrom tomonga qaylasiz, betonkiga. Qaylishingiz bilan mana o'ng qo'lda. Hamma biladi, Polestar avtosaloni bo'lardi. Aynan o'sha endi Aito'ni rasmiy dilleri bo'lyapti. To'g'ri kevrasiz, test drive qilib, haydab keyin bosib olsangiz bo'ladi jigar. Profiligini ham qoldiraman. O'ta batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.